Bugun men sizlarga yoz mavsumi uchun turli oyoq kiyim tikishni ham ko'rsataman. Mel yordamida shunaqa qilib belgilab chiqasiz. Buni o'lchamasdan shunaqa oyog'ingizga kiygizib, mel yordamida belgilab chiqsangiz, oyog'ingizga qolipday tushadi. Past qismini ozgina qiyoqroq qilib tushasiz. Ortiqcha joylarni qirqib tashlaymiz. Qarang, oldiga 1,5 santimetrlar qiyalikda tushsangiz, oldi chiroyli turadi. Bichib bo'lgandan so'ng oldi qismidan to'r uchun olib tashlaymiz. Olib tashlagan matomizni tashlab yubormaymiz. To'rga andoza sifatida foydalanamiz. To'rni ozgina uzunroq olasiz. Tikkaningizda kalta bo'lib qolmasligi uchun shunaqa qilib o'rniga mato, o'rniga to'r qo'yiladi. Bu esa tepasiga manjat qismi. Endi esa tikib ko'rsataman. Tikishda birinchi bo'lib to'rni ulab olamiz. So'ng ikki yonini ulagandan so'ng orqa qismini ulaymiz. Shunaqa qilib ulab bo'lgandan so'ng manjat qismini tikamiz. Manjat yonini tikib, ikki buklab olamiz. Manjat qismini tikishini tikishiga to'g'rilaysiz. Cho'zilishini bir tekis ushlasangiz, chiroyli chiqadi. Agarda tekis ushlamasangiz, bir tarafiga ko'p, bir tarafiga kam bo'lib qoladi. Shu joyiga e'tibor bering. Bu oyoq kiyim sizlarga ham yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.